Ketishi o'ta go'zal ketar ekan. Bu yoqqa bitta qaytarib qo'yib yuborsin-chi. Akalar. Bo'ladi Polvon aka. Assalomu alaykum O'zbegim otlar YouTube kanal kuzatuvchilar, akalar. Bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Bugungi chiqarish Farg'onadan bo'ladi. Farg'ona viloyati Rishton tumanidan. Jahongir akamdan xudo xolasa shu ko'rpdan qora otlarni sotib chiqariladi. Polvon aka bu yoqqa qaytarib qo'ying aka. Bu yoqda ozgina quyosh tushib qolyapti. Hop, shu ko'rpdan otlarning ma'lumotini Jahongir akamdan chiroyli qilib olib beraman. Biz boshlaymiz. Jahongir aka, assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'liqlar yaxshimi aka? Charchamay bo'ldingizmi? Rahmat, Allohga shukr. Otni ma'lumotini yetkazsa aka, yoshi nechida buni? Aka, buni yoshi 10 yosh aka. Yoshi 10 da. Ha. Jahongir aka, kilichkasi qanday buni aka? Buni kilichkasi Mers aka. Kilichka Mers. Bo'ylari necha chiqib qoladi? 1.65 bor bo'yi. 1.65. Bo'ylari dadil aka. Polvon aka qaytaravering aka. Iloji boricha shu tomondan men bersangiz yaxshi bo'lardi. Chunki quyosh tushib qolyapti bu yoqda, shu'lalari. Videoga katsasi yozinglar, vaqt terib qoladi. Hop, Jahongir aka, buni adashmasam zotini so'ramadim aka, zoti qanday? Aka, buni zoti Mesh aka. Aha. Bilganlar, kommentariyga yozib qo'ysin. Bo'ldi. Yedi, ishda sog'lomliklari yaxshimi? Behujalat aka, sog'lomligi. Uloqlari qanday ekan buni? Ulog'i вообще zo'r aka. Polvon aka, bitta to'xtatib qo'ying-da, men buni 4 oyoqlarni tortib qo'yay, yaqindan. Taqalar ham yangi shakldagi, Jahongir aka. Yangi qoqtirdik, 5-6 kun bo'lib qoldi. O'zlaring qoqdilaringmi taqani? Aka, o'zimiz qoqdik. Yuvoshmi ekan taqaga? Yuvosh aka, behujalat. Yoltirmaydi, xudo xolasa. 7 ishtisidan, xulq-atvorlaridan muammo yo'q. Yo'q, undan muammo yo'q aka, behujalat. Xo'p, buni narxi necha bo'l aka? Buni narxi aka $3000 $3000? Ha, kelishtirib beramiz aka. Kelishadigan joyda bor aka. Kelishadigan joyi bor aka. Uyaltirib qo'ymaydimi, xudo xolasa uloqlarda aka? Yo'q aka, ulog'i ham вообще zo'r aka. Aha. Jonivor. Buni boquvlari nima bo'lgan aka, bu yilga buni? Aka, bizga ham kelganiga 120 kuncha bo'lib qoldi aka. Aha. Yeb turibdi o'shandan beri. Yeb turibdi aka, bizda yeb, ha. Minilib turibdi. Uloqqa bir sop ko'rdilaringmi? Ulog'i behujalat aka. Uyaltirmaydi? Yo'q, yo'q aka. Bo'ldi. Xo'p, $3000 dedingiz narxini? $3000 kam bor aka. Kelishadigan joyda bor, ha? Joyi bor aka. Qiziqqanlar bo'lsa aloqachi qo'ng'iroq qilishadi, Jahongir aka. Xo'p, buni bir yengil qo'yib yuborsak bo'ladimi? Yengil qo'yib yubor, tepadan pastga. Polvon aka shu tomondan bu yoqqa qaratib qo'yib yuborasiz, keyin videoni yakunlaymiz. Jahongir aka, xudo xolasa aloqachi qo'ng'iroq qilsa, narx-navolarini, bir ikkita qolib ketgan ma'lumotlarini o'zi chiroyli qilib yetkazib berasiz aka. Bo'ldi, kelishtirib beramiz aka. Bo'ldi. Akalar, qiziqqanlar bo'lsa aloqachi qilinglar. Kilichkasi Mersida. Mersi. Yoshi 10 da. Undan katta emas aka. Yo'q, yo'q, yo'q aka, undan katta emas. Bo'ldi aka. Ketishi o'ta go'zal ketar ekan, jonivor. Mashalloh. Bu yoqqa bitta qaytarib qo'yib yuborsin-chi. Akalar. Bo'ladi Polvon aka. Akalar, kelgusi videolarda xudo xolasa ko'rishguncha sog' va omon bo'linglar.